Rivoyat. Bor edi ajoyib qo'li gul usta. Niyat qildi bir masjid qurmoqqa. Ish boshladi o'ta jadal suratda. Devori ko'tarildi tez fursatda. Bir o'zi qurishni niyat qildi. Alloh roziligini umid qildi. Tushida ko'rdi jannatda bir qasrni. Malaklar unikiligini aytishdi. Bir kuni teshasi tushib ketdi nagahon. Yerindi pastga tushib olmoqqa bir yo'lovchidan iltimos qildi. U teshani olib berdi-yu ketdi. Usta o'ta taqvodor va parhezkor edi. Tushida ko'rdi qasri yonida yana bir qasr. So'radi ajabo, bu qasr kimga tegishli? Javob bo'ldi, teshani olib berganniki. Usta qilgan ishidan ko'p mulzam va diltang bo'ldi. Alloh xazinasi haqida xatokor bo'ldi. Tavbalar qildi haloyiqqa anduh ila hayqirdi. Kelinglar, jannatda o'z qasrini istaganlar kelinglar. Tushib ketgan teshani olib berganga bir qasr, bir kun g'ayratla mehnat qilganga qancha ajr. Dunyoyu oxiratingiz uchun kelinglar. Haqning xazinasi cheksiz, tubsiz ummondir. Duoyu tilagimiz hammasi Alloh roziligiga erishsin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, hoji buva. Alloh rozi bo'lsin. Juda buyuk ishlar, juda buyuk. Allohning baytini yaratish. Dardimizni barini shu she'rlar so'rab. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Toza ko'p g'ayrat qildi-da. O'zi Xudoning o'zi bir ilhom berar ekanda. Shu yozma ham bo'lmaydi-da. Endi bir so'm olmasdan 1,5-2 yil shu atrofida aylanib yurib kechasi kunduz yurgan mana shular. Bu shu masjid qurishining oldidan yig'lab keldi bu. Payg'ambarimiz tushi bilan ko'rdi. Xursandchilikni aytgani keldi, yurib ketdi. Quchoqlashib, birpas yig'lashib oldi. Payg'ambar tushida ko'rgan ulug' inson bo'lsan. Faqat bitta aybi hammasi shu tiyini beradi bunga. Diplomi yo'q-da, tiyini beradi hammasi. Yaxshi odamlar deydi. Jonim chiqib ketadi. Ikkita diplomi bor ham buni ishini qila olmaydi, buni ishini qila olmaydi. Alloh berganda. Ikkita diplomi bor ham qila olmaydi buni. Onu tushunmaydi-da, aga. Shunaqa odam bo'ladi hayotda. Onu tushunmaydi. Jonim ko'mangdan chiqib ketadi-da. Tushunmaydi. Masjidda o'tirib turib, savodi yo'q. Buni kamchilikni aytadi-da buni. Odamzodda kamchilik bo'ladi endi. Shu ishmi shu endi. Eng savob ishlardan biri bu Allohning baytini qurish, ko'prik qurish, solih farzand. Shu kabi ko'p savob ishlar bor-da. Biz hozir Navro'z shaharchasida Hamza hoji Eshnazar xonadonida o'tiribmiz. Hoji bobomiz shu tuman markazidagi masjidning qurilishida jonbozlik ko'rsatgan, mana shunday savob ishlarga bosh bo'lgan, ilhomlantirgan, jon fidolik qilgan insonlardan. Hoji bobo yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Xursandman siz bilan tanishganimdan. Rahmat. Bu hoji bobom asli Jizzax viloyati Forish tumanidan. Shundaymi hoji bobo? Ha, endi Forish tumanidan 1951-yil bu yoqqa ko'chib kelib, shu cho'lning noni shirin bo'lgani uchun shu yerda qolib ketganmiz endi. Endi mana shu pensiyaga chiqqanimizdan keyin Allohning irodasi bilan, Allohning qo'llavi bilan Alloh bizni sababchi qilib shu qurilishga sababchi qilgan. Qurilishni Alloh bajargan. Bu Allohning irodasi bilan bo'lgan ish bu. Bu bandaning qo'lidan keladigan ish emas bu. Alloh hamma shu tadbirkorlarni bizga safarbar qilib bergan, Alloh sababchi qilib shunga bosh bo'lishga Alloh irodasi bilan bo'lgan ish. Bunga shukrona aytamiz. Allohga hamd sano aytamiz. Endi bu endi markazda masjid yo'q edi-da, shuning uchun juda qattiq kirishib, imkoni chiqib qolib, qurilishga ruxsat olib, mana qurilish nihoyasiga yetib, hozir chiroyli ibodat qilyapmiz. Mana mollamiz ham yonimizda shu bosh bo'lib, o'zi qurgan, o'zi ibodat tashkillashtirgan. Mana masjidning qurilishida jonbozlik ko'rsatgan qadrdonlarimizdan. Assalomu alaykum. Ularga Alloh barchaga xayrli qilsin.
Go'zal baytda xizmat qilishlik, hissa qo'shishlikni Alloh bu YouTube'ni tomosha qilib turganlarga ham